Assalomu alaykum qarindoshlar. JavaScript'ning asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 15-sinf darsimiz. Oldingi sinf darsimizda biz JavaScript'ning if statement, ya'ni shartli jumla, agar jumlasini o'rgangandik. Ya uni bir sizlarga takrorlatib o'tsam, ya'ni agar bir shartlik qanoatlansa, ya'ni to'g'ri bo'lsa, true bo'lsa, shu bo'lak kod qanday bo'ldi? Ijro bo'ldi. Agar yana birisi else if yana birisi qanoatlansa, shu bo'lak kod qanday icra oldu. Bu dersimizde biz texim bo'lgan amaliyatchanlikni yuqori misol bilan buni texim tushuntirman. Undan sonra men bayon oldingi qitimizda Google'da ochgan konsoldan bir nachay. Buni qanday ochamiz deganda o'ng tarafni chekib inspect element sangli bo'ldi. Hamda biz amaliyatchanlik yuqoriroq bo'lgan. Masalan, bu ham tunishtirganim prompt deb bu bir Java'ning scanner o'xshaydi bu. Bu qanday narsa deganda, sizlar mana o'qitisizlar. Mana shu savol so'rashga kirgizsizlar. Masalan, name deylik. Name var names almalı name prompt so'raydi. Masalan, automatic sildan so'raydi. What is your name? Men ma'ni texim mang'uzmoqchi emas, shunga shift ni bosib turib enterni bosamiz, ha? Agar mushu name Uyghur IT bo'lsa, shift ni bosib turib qilaman. Uyghur IT bo'lsa, alert qanim deb hello Uyghur IT desam bo'ldi, lekin qanday? Menga name ni qitib qo'ysammi, qo'shilgan name qilib qo'ysam, men o'xshash tangdash bo'lak. Shift ni bosib turib, biz tushimiz. Menga qanday? Unda bo'lmasa-chi, Uyghur IT bo'lmasa men to'rbatga qilib qo'ymandak. Da bo'lmasa nima deydi? Masalan, alertda ogohlantirishganda wrong name, xato ism. Masalan, buni mang'izaylamda interni bosib. Mana, what is your name deydi. Men nima deyman? Mahmud desam nima deydi? Wrong name deydi. Xato deydi. Shunga buni nima deb kirgizishim kerak? Intern basay. Uyg'ur IT deb kirgizsam, mana aytgan qada hello Uyg'ur IT deb chiqarib turadi. Mana mushu. Bu yerda prompt qanday o'qitqizdi. Qarshi tarafdan bir so'ratqizib, o'zimiz bir javob kirgizimizda, shunday holatda ishlatamiz. Masalan, buni uyg'urchalashtirib qo'yaylik. Uyg'urchalashtirib baqsam, ismingiz nima? Uyg'ur deb kirgizib qo'y. Yoki Mahmudjon deb kirgizay. Mahmudlam yoki. Name deymiz. Salom Mahmud. Bu name mushni o'z ichiga oldi. Xato ism kirgizdingiz. Masalan, maxfiy nomerni siz Mahmud deb kirgizib qo'ygan bo'lsangiz, shu holatni o'ylanglar, qani shu funksiyani. Enterni bosay. İsminiz nima deb chiqdi mana.
Ben Mahmut deb bassam. Salam Mahmut deydi. Qiziqarli bir xil. Yoki ismingiz nima desam, Samat desamchi? Samat desam, xato ism kirgizsangiz deb chiqdi mana. If agar ma to'g'ri bo'lsa, ma sharoit qanotlandi desa, mush kod ijro bo'ldi. Unda bo'lmasa, ma kod ijro qildi deydi. Unda bo'lsa, biz ma'ni bassak-ku, ism kirgizsak-ku, OK deb bassak chiqib turadi. Agar cancelni besib qo'ysak-chi. Cancelga amaldan qoldirsak-chi. Xato ism kirdik, xato ism kirgizdingiz deydi. Yana o'xshash chiqadi shundami? Endi biz agar ism kirgizmasa, mishak cho'qim qanda ism kirgizmadingiz degan chiqarmoqchi bo'lsak qanday qilamiz? U vaqtda mishaga bir else if qatamiz. Mani nima qiladi? Masalan, mishaglam enter besib ketib qoldi. Shift besib enterni bosdik asli. Mishaga else if ya'ni name nim bo'lsa null. Cho'qim quotation ichiga olamiz a. Ya'ni naql belgisini ichiga olamiz. Null bo'lsa qanday? Yana enter besib qoldim. Hech chiqis yo'q a. Alert qarasanglar bu yerda ma bir bo'lak kod, ma bir bo'lak kod. Qanday ishamiz bir kod ma. Endi ma alert qiling deb yozaman. Ism kirgizmadingiz. Ism kirgizmadingiz. Bulmangiz ayla. Ism kirgizmay, cancel besib dedi. Endi ism kirgizmadingiz deb chiqdi. Mana bu ishlatilishi if else statementniki. Bugungi darsimiz mushagicha. Tushunmagan nuqta bo'lsa, inkas shakl qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Rahmat.